2006-yil mana Matiz. Bo'lma tashqari ko'rinishlari. Kamchiligi yo'q, tashqi kuzovda. Bunaqangi chuli chaqqa sarapina degan narsalar o'ta tekis. Balonlar mana cho'tka. Balonni ko'ramiz. Yangi balonlar kuchi bilan turibdi. Hozir mashina o'tab turibdi. Mana o'tagan holatda. Salonlarni ko'ramiz mana. Salonlari mana. Mashina salon. Kamchiligi yo'q mashina. Mayda boni bor ekan mana. Gaz ham bor mana. Akkumulyator. Tomlari cho'tki mana. Salonlar. Mashinada xohlasa kamchilik yo'q. Orqa saloni torpedani. Nasiga. Kolonkalar bor. Bu kolonka. Mashina arqa bagajini sekamiz. Oldini ham ochamiz, orqani ham ochamiz. Mana 65 talik metan. Cho'tka mashina mana. Mana menga achisi zo'ri ham zo'rda. Hamma tomonini ko'raman. Shu yerga vaqti gap yo'q mana. Tushunadiganlar biladi. Pechat turibdi. Umuman svarka yo'q. Bunaqa degan narsa yo'q. Hammasiga javob. Motori mana ishlab turibdi. Bunaqangi mana ovozini eshittirgan bo'lsalar. Tekis mashinani. Ramalar, patronilar, deganlarni. Superlar, radno. Faqat aytretida kraskasi bor. Uzoqroq ko'rsatadigan bo'lsak, mashina. Mashinani qiziq tomoni $2650 ga berib yuboramiz. Qiziqadiganlar bo'lsa, shu o'zimning nomerimga chiqarasizlar. 77lik 073 0056 ga chiqsalaring o'zingga tushasizlar. Generalni qilib beramiz, xudo xolasa. Egasi bilan gaplashib qo'yganmiz, generalni beradi mashinaga. Buncha aytiladigan narsalar aytildi. Mana shu mashina agar kimga kerak bo'lsa, mazza qilib minadigan. 4 ta yangi amortizator qo'yilgan ekan. Hozir o'zim minib kelib to'xtadim. Hadovoyda tirq etgan ovoz yo'q, yurish turishida kamchiligi yo'q. Metan, benzin hamma narsaga ishlayapti mashina. Ishlatadigan shay holatda ekan.